hozirgi kunda ko'p joyda emulsiya ommalashgan, ya'ni neoklassika, minimalizm hamma emulsiya ishlatyapti. Usta akalarga bitta yaxshi maslahat beraman. Sizlarga yoqmaydi, lekin kerak mavzu. Hozir qaysi emulsiya rivojlanyapti? Ya'ni Yevropaning emulsiyalari ko'proq kirib kelyapti bizga. Shu narsani ishlatyapmiz. Yevropada ham hech qachon emulsiyaning tagida gipsovoy shpaglovka ishlatilmaydi, ya'ni finishli. Emulsiya qilmoqchimisizlar? Baribir hozirgi paytda Yevropa emulsiyalar ishlatilyaptimi? Sizlarga zo'r maslahat, polimerdan boshqasini gipsovoy ishlatmanglar. Chunki gipsovoyning ikkita xavfli tomoni bor. Birinchisi, skruch yopishtirganda upakovka payt shilish ehtimoli juda katta. Ikkinchisi, shimilish darajasi gipsovoy juda chanqoq bo'lgani uchun devorlarni olapes qilib tashlashi mumkin. Yevropaning emulsiyasi bilan faqat polimer chiqadi, gipsovoy emas. Hozir biz Alisher akam oldilari kelganmiz. Profillarni atmetka qilib qo'yaman. Ko'pchilik taniydi, professional ishlaydigan ustalar. Bular Promixni nimaga tanlaganlarini hozir bitta savol beraman. 1 yildan beri ishlatyapman. Shu maktabda qalparut qilgani, materialiga gap yo'qligiga. Sifati ham, ikkalada ham qiynalmaymiz. Sikl hovuzlari ham yopishlari, keyin o'tib yormaydi bir xillariga qarab, o'xshab. Zo'rligi maslahat beraman, lekin hali parut bo'lmadi. Agar parut qilsa aytaman hammaga. Okalar, bu tavsiya vijdonan yurakdan chiqdi, oka? Da. Bo'ldi, sog' bo'lasizlar.